Aslida qiz bolaga ko'p pul berish kerak. Qiz bolaga kam pul berish bu juda xavfli narsa. O'g'il bolaga kam pul beriladi, qiz bolaga esa ko'p pul beriladi. Qiz bolani kam pul xarob qiladi. O'g'il bolani esa ko'p pul xarob qiladi. Qiz bolani puli ko'p bo'lsa, kibri baland bo'ladi. Ancha muncha yigitlarni o'ziga yaqinlashtirmaydi. O'g'il bolani puli ko'p bo'lsa, uni kibri baland bo'ladi. Va lekin bu kibr uni girdobga tortadi. O'g'il bola peshana teri bilan pul topish kerak. Qiz bola esa bolalikdan boy bo'lish kerak. Shunda qiz bola voyaga yetib turmushga chiqqanda turmush o'rtog'ini boyib ketish uchun motivatsiya bera oladi.